Assalomu alaykum hurmatli YouTube'da kuzatuvchilar. Xo'sh, mana uyimiz bu yoqqa tovuq katak qildik. Taxtadan qildik. Taxtadan anchagina arzon tushar ekan. Bu yoqda hozir 13 ta, 14 ta tovuqimiz bor, bitta xo'roz. Bu yoq mana shu naves polni, xo'p, necha metr? Adashmasam 11 ga 3,5 tor. 11 ga 4 metr naves bizga usta puli bilan 5 million so'mga bitdi. Va ichida mana qo'yxona bor. Qo'yxonaga hali qo'ya olmadik, sababi hozircha imkoniyat yo'q. Bu yoqda kichkinagina raddomcha. Xo'p, qani uzr agar yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, sababi bilasizlar, ko'zim ojiz. Taxminan ko'rsatyapman, mana shu joyda adashmasam. Xo'p, mana ikkita tovuqimizni yotqizib qo'ydik. Bittasiga 11 ta, bittasiga 5 ta tuxum qo'yib hozircha yotishibdi. Bu yoqda qolgan tovuqlarimiz tuxum qilib, boshqa qilib turishibdi. Adashmasam bu yoqda hozir tuxum qilgan bo'lishi kerak. Ikkita balon qo'yib qo'yganmiz. Shu balonga tuxum qiladi. Shu xullas. Kuzatib boringlar. Bu yoqqa qo'ya olamiz, xudo xolasa. Birgalikda biznes qilamiz va birgalikda o'samiz. Duo qilib turasizlar.